Shvetsiyada O'zbekiston mahsulotlari ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. B2B formatidagi muzokaralarda mamlakatimiz eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan kelishuvlarga ham erishilyapti. Batafsil jarayonlarni bevosita kuzatib borayotgan ijodiy jamoamiz xabar beradi. So'nggi yillar mobaynida Yevropa davlatlarida O'zbekiston zaminida yetishtirilayotgan mahsulotlarga talab yil sayin ortib bormoqda. Masalan, Shvetsiya qirolligi O'zbekiston eksport geografiyasida halicha yangi, muhimi istiqboli bor bozorlardan. Ayni kunlarda Stokgolm shahrida tashkil etilgan O'zbekiston mahsulotlari ko'rgazmasida mamlakatimizning qariyb 30 nafar tadbirkor, hunarmand, muhimi eksportyorlar ishtirok etmoqda. Tadbirning har bir kuni B2B formatidagi uchrashuvlar va turli muzokaralarga boy bo'lib, manfaatli kelishuvlarga ega bo'lmoqda. Demak, jarayonlar bilan yaqindan tanishamiz. O'zbekiston mahsulotlari dunyoning deyarli barcha mamlakatida e'tibor va e'tirofga sazovor brendlarimiz endilikda Shvetsiya bozori rastalaridan ham o'z o'rnini egallamoqda. O'zbekistonning quyoshli dalalarida yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari Shvetsiyagacha yetib keldi. Muhim mahsulotlarimiz sifati va ta'mini tengsizligi ushbu mamlakat aholisida ham hayrat uyg'otdi. Ett bra presentation av Uzbekistan i Sverige. Avvalo Shvetsiyaga xush kelibsizlar. O'zbekistonning ekologik toza mahsulotlari bizning bozorlarimiz rastalarida ham ko'payib borayotganidan juda xursandman. Albatta, mana shu kabi ko'rgazmalar bunga yaxshi sharoit yaratadi. Bunday imkoniyat uchun birinchi navbatda prezidentingizga alohida tashakkur aytish lozim. O'zbekiston men uchun juda ahamiyatli, chunki yurtingizda investorlar uchun yaratilgan sharoitlardan foydalanilgan holda men ham qo'shma korxona ochganman. Ayni kunlarda korxonamiz O'zbekiston dalalarida yetishtirgan sarxil meva va polizlarni quritilgan holda butun Yevropa davlatlariga eksport qilish bilan shug'ullanadi. Ayni paytda mahsulotimizga talab o'ta yuqori, chunki O'zbekistonning quyoshli tabiati mahsulotlariga o'zgacha sifat va ta'm berishi bor gap. Kelgusida ham O'zbekiston bilan doimiy hamkorlik qilishdan juda mamnunman. O'zbekistonda shunday sifatli mahsulotlar yetishtirilishi haqida eshitgan edim. Bugun esa ularni hammasini tatib ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldim. O'zbekiston uchun ajratilgan stendlarga e'tibor juda yuqori. Masalan, birgina so'nggi yillar davomida davlatimiz rahbari boshchiligida mamlakatimizda sitrus, subtropik va tropik mahsulotlar yetishtirishni yanada jadallashtirish bo'yicha olib borilayotgan sa'y-harakatlar ushbu turdagi sarxil mevalarni, ayniqsa limonlarimizni tashqi bozor rastalaridan joy olishiga zamin yaratdi. Ularning sifati va ta'mi esa xorijliklarning hayrati va e'tirofiga sazovor bo'lmoqda. Men hayratdaman to'g'risi. O'zbekiston limoni xuddiki apelsin yoki mandarinni ta'mini eslatar ekan. Men avvalo buni limonligiga ishonmadim. Qayta tatib ko'rdim. Menga hatto limonli choy ham berishdi. Ko'p davlatlarda yetishtirilgan limonlarni yeb ko'rganman. Masalan, bizning davlatimiz ham quyoshli o'lka. Biz ham limon yetishtiramiz, lekin tushunishimcha, mahsulotning bu qadar xushtan bo'lishi uchun quyosh nurining o'zi kamlik qilar ekan. Davlatimiz rahbari tomonidan juda hozir katta imkoniyatlar tadbirkorlarga yaratildi. Limonlarimizni O'zbekistonda ichki bozorlarini ta'minlab, yana eksport qilib chet elga chiqish orzularimiz bor edi. Mana hozirgi kunda Shvetsiyada tadbirkorlar bilan sheyda o'zimizni chiqargan mahsulotlarimiz, asosan limon bilan men kelganman. Oila korxonamiz bor. 2 gektar limon qilganmiz. Shuni Yevropa davlatlariga eksport qilish orzularimiz bor edi. Bugungi kunda mana shu orzularimiz ushalib turibdi. Shvetsiya xalqi hozirgi kunda limonlarimizni ko'rib hayratda qolyapti. Haqiqatdan ko'rgazma doirasida tashkil qilingan interaktiv tadbirlar, ta'minot zanjiri, mahsulotlar eksporti va importi operatsiyalaridagi innovatsiyalar va startaplar O'zbekiston tomoni uchun juda manfaatli bo'ldi. O'zbekistonda yetishtirilgan meva, sabzavot va oziq-ovqat mahsulotlari uchun mo'ljallangan O'zbekiston mahsulotlari yarmarkasini ochilish marosimini o'tkazdik. Bu turdagi yarmarkalarimiz boshqa bir xalqaro ko'rgazmalardan farqi shundaki, ya'ni xorijiy davlatlardagi mana shunaqa shista galereyaga o'xshagan yirik savdo majmua tarmoqlarining ichida, ya'ni iste'molchi bizning mahsulotimizni tatib ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi va bu tadbirkorlarimizga nima beradi deydigan bo'lsak, bu tadbirkorlarimiz o'zini mahsulotini o'sha davlatdagi iste'molchi qanaqa qabul qilganligini tahlil qila oladi. Mahsulotlarni O'zbekistondan xorijga olib kelishda belgilangan tartibda rasmiylashtirish, ya'ni shu xorij davlatga olib kirishda rasmiylashtirish jarayonlarida yordam berishadi elchixonalarimiz. Karantin agentligi esa bularni o'sha mahsulotlar uchun tegishli fitosanitar ruxsatnomalarni yoki sertifikatlarni taqdim etishda yordam berib, mahsulotlarni olib kelib namoyish qilishga yaqindan ko'maklashadi. Tashkil etilgan tadbir global va innovatsion qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat ekoturizmining eng so'nggi rivojini, qolaversa B2B formatidagi uchrashuvlarni qamrab oldi. Xorijiy ekspertlar fikricha, ko'rgazma qishloq xo'jaligi sektorini rivojlantirish uchun xalqaro darajadagi muhim voqea bo'ldi.